Kogon shahrimizda ajoyib tanlov tadbir bo'lgan. Kitobxon avlod tanlovida meni qizim Mansura Mehriniso 14 yoshlik tengqurlar orasida birinchi o'rinni olib, faxrli birinchi o'rinni oldi. Mana hozir tumanimizni rahbariyatlari, hokimi, ichki ishlar yoki prokuratura va boshqa mutasaddi hammalari kelib tabriklab, juda yaxshi o'tdi tanlov. Xursandmiz albatta. Bu shahrimizni, kogonimizni, tumanimizni faxri. Har bir ota-ona albatta farzandning tarbiyasiga mas'ul bo'lishi kerak. Men o'ylayman, xudo xolasa farzandlarimiz bundan ham yuqori nimalarni hali erishadilar bularga. Inshaalloh ishonaman bularga. Chunki har bir ota-onaga men tavsiya qilgan bo'lardim. Umuman burchimiz shu. Farzandimizni tarbiyalashimiz, ularni o'qitishimiz, ularni tarbiyasiga befarq bo'lmaslik bizning burchimiz bu. Har bitta ota-onani avvalo o'zini sharafli burchi bu. Shuni bajarsak, hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yurtimizda hamma bu o'qishga, sohaga, sportga, kitob o'qishga deydimi, hamma nimaga ochiq, bironta nima yo'q. Hammasiga Xudoga shukr, yurtboshimiz yo'llarni keng ochib berganlar, davlatimiz rahbarlari va ularning o'rtasidagi hamma rahbarlar, bunga mutasaddilar, hammasi jonbozlik bilan ishtirok etyapti, qatnashyapti. Mana o'zi kelib tabriklayapti. Bu bashalarimizga ham bu katta bir nima beradi. Kuch beradi, quvvat beradi. Xudo xolasa bundan ham yuqorilarga erishadi. Faqat kitob o'qishda emas, boshqa sohalarga ham. Xudo xolasa hammasi inshaalloh yaxshi bo'ladi. Faqat biza to'g'ri yo'naltirib bilsak bo'ldi.